Aytadilar, bir kuni Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zining ashablari bilan o'tib ketayotgan ekan, bir masjidda bir yigit namoz o'qib turgan ekan. Farz namoz vaqti emas. Odatiy boshqa paytda nafl o'qib turgan bo'ladi-da endi. Ko'rib o'tib ketibdilar. Yana bir o'tib ketayotsalar, haligi yigit yana shunaqa holatda 2-3 marta o'tganda u yigitni masjiddan chiqmasdan turganini ko'rib chaqirtirdilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Seni har masjidda ko'ryapman, chiqmayapsan degan ekanlar. Ha, men shu yerda ibodatdaman. Nafl ibodatlar, men zikr, mana shunaqa o'tiribman. Tirikchilik nima bo'lyapti debdilar. Tirikchilik qanday qilyapsan desa, hali yigit aytibdilarki, mana akam tojir, tadbirkor. Akam bilan kelishdik. Mana oilamni ham akam qarab turadigan bo'ldilar. Men endi bu yo'g'iga faqat shunaqa ibodatda, zikrda shu masjidda o'tiraman deganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Akang sendan ko'ra obidroq ekan, sendan ko'ra ko'p ibodat qiluvchi ekan dedilar. Qarang, hamma narsaning o'zini vaqti, soati bor ekanda, sen bu holatda turib o'zingcha masjidning ichiga kirib olib, chiqmasdan kechgacha ibodat qilaman deyapsan. Akang seni bola chaqangni ham boqayotgan bo'lsa, demak akangni harakati sendan ko'ra kuchliroq, u sendan ko'ra ko'p ibodat qilyapti dedilar. Islom insonlarni harakat qilishlikka, nimadir manfaat qilishlikka, o'z kasbi bilan tirikchilik qilishlikka chaqiradi.